Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. 7-bab Allohga ibodat qilish. Ibodat degan nima? Biz Allohga ibodat qilish uchun yaratilgan. Biz Allah subhanahu va taolaning eng mehribon ekanligini ko'rdik. U bizga mehribon bo'lg'achqa bizni qaymoqish ichida qoldirmadi. U bizga eng yaxshi hidoyatni ato qildi va xo'shal-xo'ram yashash uchun bilishimiz kerak bo'lgan barcha ilmlarni bizga bildirdi. Hammadan muhimi bizning hayotdagi haqiqiy g'oyamizning va bu dunyoning yaratilish sababining nima ekanligini bizga bildirdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda mundaq deydi. Tercümesi. Cinlarni, insanlarni faqat bana ibadet qilish uchun yaratdim. Men ulardan rizq tilamayman ve ularning meni ozuqlantirishini tilamayman. Allah hakikaten hammaga rizq berguchidir, eng zo'r quvvat sahibidir. Sura Zariyat 56-oyatdan 58-oyatgacha. Mana bu bizning cho'qim Allohga itoat va ibodat qilishimiz kerakligidan derak berdi. Biz ana shu g'oya, ya'ni Allohga ibodat qilish uchun yaratildik. Allah subhanahu va taolo bizning o'zini rizqlantirishimizga muhtoj emas. U jimi mahluqotni rizqlantiruvchi va ularga yordam berguchidir. Bizning ilkimizdagi hamma narsani Allah subhanahu va taolo ato qilgan. U bizning yaxshilardan bo'lishimizni va shu orqali o'zining mukofotiga noil bo'lishimizni xohlaydi. Bu cho'qim bizning hayotdagi asosiy g'oyamiz bo'lish kerak. Başka barliq g'oyalar ikkilamchi deb qaralishi va Allohga ibodat qilishdan iborat bu buyuk g'oya uchun xizmat qilish kerak. Allohning hidoyat qilishi. Hamma narsani Alloh subhanahu va taolo yaratgan va u o'z mahluqotlarini eng yaxshi biladi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tercümesi. Mahluqatni yaratgan zat bilmemdi, u şeylerinin nazuk taraflarını bilgiçidir. Hammadan to'liq xabardardir. Sura Mulk 14-oyat. Allah biz uchun nimalarning foydali, nimalarning ziyonli ekanligini biladi. Faqat Allah subhanahu va taolo bizga biz hayotimizda muhtoj bo'lgan hidoyatni bera oladi. Shundaq bo'lgan ekan, biz qandaqmi uning hidoyatisiz yashay olamiz? Biz yana qandaqmi uning ibodat qilmay yashay olamiz? Ibodatning aniqlamasi. Ibodat Allohga to'liq bo'ysunish, Allohni mukammal ravishda yaxshi ko'rish, hurmatlash, Alloh yaxshi ko'radigan ishlarni qilish ve Allah o'ch ko'radigan ishlardan yiroq turishdir. Namaz ibadettir. Roza ibadettir. Zakat ibadettir. Hac ibadettir. Batılga qarshi kurash qilish ibadettir. İslamni o'rganish ibadettir. Yaxshi so'z qilish ibadettir. Yomon so'zlarni tark etish ibadettir. Dua ibadettir. Allah'ını razı qilish uchun qilingan har qandaq yaxshi amal ibadetdir. Shundaqla Allah'ını razı qilish uchun yomonliklarni tark etishmi ibadetdir. Biz nima uchun Allohga ibodat qilishimiz kerak? Biz nurg'unlagan sabablar tufayli Allohga ibodat qilishimiz kerak. Tövende biz bularning orasidagi eng muhimlarini qisqacha bayon qilamiz inshaalloh. Birinchi, Allah bizning haqiqiy homiyimizdir. İlkimizdeki barliq narsalarni Allah subhanahu va taolo bergan.
Şuna u bizning birdan bir haqiqiy homiyimizdir. Biz uning bizga ato qilgan ihsonlarini sanab tugatolmaymiz. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: sizlar Allohning ne'matlarini sanamoqchi bo'lsanglar, sanab tugatolmaysizlar. Sura İbrahim 34-oyat. Allah subhanahu va taolo bizga ko'radigan ko'z, anglaydigan quloq, tushunadigan qalb, tutadigan qo'l, mangadigan put va badanimizdagi boshqa nurg'un ne'matlarni ato qildi. U bizga o'zaro yaxshi ko'rishadigan ota-ona, urug' tuqqan va do'st birodarlarni ato qildi. U bizga lezzatlik yemek içmek, sap hava, paklanadigan ve salqinlanadigan pak su, minadigan hayvan ve haydaydigan mashinalar, shundaqla boshqa nurg'un narsalarni ato qildi. Biz bahriman bo'layotgan bu ne'matlarning hammasini Allah subhanahu va taolo yaratgan. Bu vaqtda Allah subhanahu wa taolo mundaq deydi. Tarjimasi: sizlar bahriman bo'layotgan ne'matlarning hammasini Allah bergan. Sizlarga bir ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Sura Nahl 53-oyat. Biz cho'qim Allohga eng zo'r darajada shukr va hamd aytishimiz kerak. Biz özümüzden onunla bo'lgan minnettarligimizni söz ve hareketlerimiz orqali ifodalashimiz. Yani onunla tolup taşkan muhabbet ve itaat bilen ibadet qilishimiz kerak. İkinci, Allah en âli sifatlarga ega. Biz ilgiriki bablarda Allah subhanahu va taoloning en katta ve âli sifatlarga ega ekanligini bayon qilgan edik. U cheksiz sihizatdır. U ilkidagi narsalarning tugab kelishidan qo'rqmay ihson qilguchidir. Shuningdek, u cheksiz qudratlik, cheksiz hikmat sahibi, cheksiz mehribondir. Hiç kim Allah subhanahu wa taoloning bu âli sifatlarining hech biriga ega emas. Biz Allah subhanahu wa taoloning âli sifatlarga ega ekanligini tushungan ekanmiz, o'zimizning uni to'lib toshgan qoyillik, ayminish va hurmat ilkida madhilashga, uningga mukammal ravishda itoat qilishga ve en samimi ravishda ibadet qilishga mecbur ekanligimizni his qilamiz. Fakat Allah subhanahu wa taala bizning ilahimiz bo'lishga loyiqdir. Üçüncü, haqiqiy ibadetten taqvodorlik shakllandi. Allohga ibadet qilish qalblarimizga taqvodorlik akilidi. Bu vaqtda Allah subhanahu wa taala shunday deydi. Tercümesi: ey insanlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Sura Baqara 21-oyat. Taqvodorlik eng zo'r ne'matdir. U bizga Allah subhanahu va taoloning har vaqt bizni kuzatib turadiganligini eslatadi. Bu kalbimizni yumuştudu, ruhimizni paklaydı. U bizni yaxshi amallarni qilishga rag'batlantirib, gunoh ma'siyatlardan ogohlantirdi. Shu vajidan biz bu buyuk ne'matga nail bo'lish uchun Allohga ibodat qilishga muhtojmiz. 4. Barliq payg'ambarlar Allohga ibodat qilishga chaqirgan. Allah subhanahu wa taala kishilarni hidoyatga chaqiradigan nurg'un payg'ambarlarni avatgan. Bu payg'ambarlarning hammasi kishilarni o'xshash ishqa, ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqirgan.
Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi: biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla, tağutun yirak bolunla deb peygamber evettik. Sure Nahl 36. ayet. Allah subhanahu ve teala yani şundaq deydi. Tercümesi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sendin ilgiri evetilgen peygamberlerinin hemmisiga menden başka ibadetki layık hiç ma'bud yoktur. Mağılı ibadet kılınla deb vahiy kıldık. Sure Enbiya 25. ayet. Şu veciden biz Allah'a ibadet kıysak, peygamberlerge hakiki ergeçken bolumuz ve özümüzün devirlerden buyan Allah subhanahu ve teala'ga ibadet kılıp kilivatkan yaxşı kişilerden biri işkenlikimizni his kıla alaymiz. Biz aşı kişilerden boluş üçün mu Allah subhanahu ve teala'ga ibadet kılışımız gerek. 5. Allah'a ibadet kılış biz üçün paydılık. Biz Allah'a ibadet kılış arkalık özümüzge en çok yaxşılık kıygan bulumuz. Başta mı eğitip ötkinimizdek Allah subhanahu ve teala bizni özüge ibadet kılış üçün yaratgan. O bizning özümüzge evetilgen hidayetke ergişip özüge ibadet kılışımızını buyurgan. Eğer biz bu hidayetke ergeçsek dünya ahirette saadetmenlerden bulumuz. Hakiki ibadetinin şartları. İbadetlerimizin Allah subhanahu ve teala tarafından kabul kılınışı ve şu arkalık savapka erişelişimiz için ibadetlerimiz samimi ve doğru buluş gerek. Ondaqda ibadetlerimiz qandaq bolganda doğru bolgan boludu? Bir ibadetin doğru yani makbul buluşu için tövendikidek iki şart hazırlanış gerek. Birinci, o amel fakat ve fakat Allah rızalığı üçünla kılınış gerek. İkinci, o amel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine uygun buluş gerek. Birinciden biz çokum Allah'a ihlas bilen ibadet kılışımız gerek. Biz barlık ibadetlerimizde Allah'ınla razılığını közleşimiz. Her kandak ibadette insanların razılığını közlep kalmaslıkımız gerek. Allah subhanahu ve teala öz peygamberige hitaben şundaq degen. Tercümesi: eytqin ki men dinni şirklikten ve riyadan sap kılgan halda Allah'a ibadet kılışkı buyuruldum. Sure Zümer 11. ayet. Məlum bir ibadetni Allah'tan başkasının razılık üçün kılış şirknin bir türüdür. Şirk başkalarını Allah'a şirk kılıveliş digenliktir. Allah subhanahu ve teala şirk aralışıp kalgan emelini kabul kılmaydı. Bu vakti Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytqin ki men silegi okşaş bir insan men. Mana vahiy kılındı ki silenin ilahinla yalğuz bir ilahdır. Kimi ki Rabbige mulakat buluşunu ümit kılıdiken, savabını ümit kılıp azabıdan korkudiken yaxşı iş kıysın. Rabbige kılıdığan ibadetke hiç kimni şirik keltürmüsün. Sure Kaf 110. ayet. Elbette adette ata-anamiz, ustazlarımız ve dostlarımız bizning yaxshi amal qilayotganligimizni ko'rishdan memnun bo'ladi. Lekin biz nuqul ularni xushal qilish uchunla yaxshi amal qilmasligimiz kerak. Biz yaxshi ishlarni Allohni rozi qilish uchunla qilishimiz kerak. Shundala Allah subhanahu va taala ularni bizdan memnun qiladi. Şu ma'nidan aytganda ular
ya'ni ota-onamiz, ustozlarimiz va do'stlarimizni xushal qilish bizning g'oyamiz emas. Faqat yaxshi amallarimizning mevasidir. Allohga qo'shib yoki Allohning o'rniga boshqa biriga ibodat qilish cheksiz noshukrlikdir. Bunda qilish xuddi birovning qilgan yaxshilik uchun boshqa biriga rahmat aytishga o'xshaydi. Bu gerçi del tush odamlarga qiladigan ishdek anglansimi, ammo ko'pincha kishilar shunday qilyotidi. Ular Allah subhanahu va taala ato qilgan ne'matlar uchun kishilarga shukr aytishyotidi. Haris Ash'ari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qildi. Men sizlarni Allohga ibodat qilishga va uningga hech kimni shirik keltirmaslikka buyurayman. Haqiqatan Allohga boshqalarni shirik keltirguchining misoli shuningga o'xshaydi-ki, biraylan bir ishchi yollab, uningga ish haqqini oltin kumushdan obdan berdi va u ishchiga bu mening uyim, bu mening yerim, bu yerda ishligin ve bunundan erişken paydağını bana tapşırığın deydi. Andın o işçi o yerde işleydi. Ama algan paydasını öz hocayınıdan başkasına tapşırdı. Aranlardan kim öz işçisinin muşunda kılışını yaktırdı? Bu hadisinin yeni bir kısmını ilgiri nakil kılgan idik. Bu hadisini Tirmizi, İbn Hibban ve başkalar rivayet kılgan. Şeyh Albani Sahih Targib ve Terhib 552. numaralı sahih deb bahalagan. İkinciden biz Allah'a çokum u bekitken şekilde ibadet kılışımız gerek. Biz Allah subhanahu ve teala'ga özümüz halagan şekilde ibadet kılıp kessek bo'lmaydi. Biz Allah'ını razı kılıdığan en yaxşı yolunu nimini qiysak yaxşı, nimini qiysak yaman bo'ladiganligini bilmaymiz. Bunu fakat Allah subhanahu ve teala biladi. Şu veciden biz Allah'a qandaq ibadet qilishni bilish uchun uning hidayetiga, yo'l ko'rsatishiga muhtojmiz. Allah subhanahu ve teala öz hidayetini Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arqılıq əvətken. Biz Allah'a ibadet qilishda çoxum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga ergişişimiz. Qat'i bid'at payda qilmasligimiz kerak. Bu her bir musulman aytadigan shahodat kalimasining ma'nosidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Guvahlık bermen ki Allah'tan başka ibadetke layık ilah yok. Ve guvahlık bermen ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu iki şehadet kelimesinin manisi Allah'tan başka hiç kim ibadetke layık emas. Şundaqla biz Allah'a fakat u bizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arqılıq ügetken şekilde, yani onun sünneti boyunca ibadet kılışımız gerek deganlikdir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergeçken ve itaat qilganda Allah'a itaat qilgan bo'lamiz. Allah subhanahu ve teala bu vaqtda mundaq deydi. Tercümesi: kimiki peygamberge itaat qiladigan, u Allah'a itaat qilgan bo'ladi. Sura Nisa 80. ayet. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga uygun şekilde chin ixlos bilan yalğız Allah'a ibadet qilsak, cennetga kirib dovzaxdan qutula olishimizni umid qilamiz. Allah subhanahu ve teala bizlarni cennetga kirgizib dovzaxdan amin qilg'ay. Amin.